Tasavvur qiling. Odatiy savdo kunlaridan biri va 18:30 bo'lishi bilan ekran oldiga savdo qilishga keldingiz. Va to'satdan breaking news. Federal zaxira banki kutilmagan bayonot bilan bir zumda aksiyalarni, kriptovalyutalar narxini chayqatib tashladi. Ha, biz so'nggi yillarda bittagina makroiqtisodiy xabar butun bozorni ostin-ustun qilganiga ko'p marta guvohi bo'ldik. Bugun biz AQShda doimiy ravishda fond bozorlarini, obligatsiyalarni, kriptovalyutalarni va hattoki valyuta bozorlarini ham larzaga soladigan 6 ta asosiy yangilik turini tahlil qilamiz. Har biriga 2022-yil, 2024-yildagi misollarni keltiramiz. Video oxiriga kelib bu yangiliklar nima uchun bunchalik muhimligini va ularga qanaqa tayyorgarlik ko'rish kerakligini bilib olasiz. Demak, boshladik. Shubhasiz bozorga eng kuchli ta'sir o'tkazuvchi xabar bu FOMC, ya'ni Federal ochiq bozor qo'mitasi yig'ilishlari va uni raisi Jerom Pauelning matbuot anjumanlari hisoblanadi. Bu kunlari bozorlarda maksimal tebranuvchanlik kuzatiladi, chunki Federal rezerv foiz stavkalarini, boshqacha qilib aytganda, pul narxini boshqaradi. Bu esa aksiyalar qiymatidan tortib obligatsiyalar foiz ko'rsatkichlariga va hattoki kriptovalyutalarga ham ta'sir qiladi. Foiz stavkasini oshishi iqtisodiyotga tormoz bosishi degani. Stavkani pasayishi esa gaz bosish bilan barobar. Xo'sh, oddiy holatda bozor reaksiyasi qanaqa bo'ladi? Agar Fed kutilgandan ko'proq stavka oshirsa yoki bo'lmasa juda hawkish, ya'ni inflyatsiyaga qarshi kurashishga tayyor ohangda gapiradigan bo'lsa, riski baland bo'lgan aktivlar, ayniqsa texnologik aksiyalar va kriptovalyutalar narxi tushadi. Aksincha, obligatsiyalar daromadliligi oshadi. Dollar esa birmuncha mustahkamlanadi. Chunki yuqori AQSh foiz stavkalari dollarga bo'lgan talabni birmuncha oshiradi. Aksincha, agar Fed dovish bo'lsa, ya'ni kutilganidan ko'ra kamroq oshirsa yoki tanaffus haqida ishora qiladigan bo'lsa, aksiyalar, kriptovalyutalar narxi keskin ko'tariladi. Obligatsiyalar narxi ham oshadi va dollar zaiflashadi. Keling, buni endi real hayotiy misollar bilan ko'rib chiqamiz. 2022-yil 15-iyun kuni Federal rezerv foiz stavkasini 0.75% ga oshirdi. Bu 1994-yildan beri eng katta oshirish bo'lgan edi. Lekin Jerom Pauel nutqi davomida bu kabi katta oshirishlar tez-tez bo'lmasligini aytgandan keyin investor va treyderlar bir muncha yengillik his qildi. O'sha kuni S&P 500 1.6% ga, Nasdaq esa 2.5% gacha o'sishga erishdi. Yoki bo'lmasa o'sha yilning o'zida bo'lgan boshqa ikkinchi misolni olaylik. 2022-yil 2-noyabr kuni Fed foiz stavkasini kutilganidan yana 0.75% ga oshirdi. Dastlab Federal rezerv foizlarni tez orada sekinlashtiradi degan umid bilan bozorda biroz ko'tarilish hosil bo'ldi. Ammo Powell matbuot anjumanida stavkalarni oshirishni to'xtatish haqida o'ylashga hali juda ham vaqtli ekanligini aytgandan keyin bir muncha bozorda silkinish paydo bo'ldi. Natijada sekinlik bilan ko'tarishni boshlagan bozor 180 gradusga burildi. S&P 500 yashildan qizilga o'tib, kunni deyarli 1% yo'qotish bilan yakunladi. Aksincha, yillik AQSh obligatsiyalari daromadliligi va dollar va boshqa yirik valyutalarga nisbatan qadri birmuncha oshdi. Bundan ko'rinib turibdiki, gap faqat rejalashtirilgan yig'ilishlar emas, balki Fed raisining nutqlarida ham haqiqiy portlovchi minaga aylanishi mumkin. Masalan, 2022-yil avgustda bo'lib o'tgan Jackson Hole simpoziumida Jerom Pauel atigi 8 minutgina gapirdi. U Fed inflyatsiyaga qarshi kurashayotganini va bu yo'lda ba'zi og'riqlar bo'lishini aytdi. Shu qisqagina gaplar bozor kapitallashuvini trillionlab dollarga qisqartirdi. Dow Jones o'sha kuni 1000 punktdan ko'proq qulab tushdi. Shuning uchun ham FOMC yig'ilishlari va Jerom Pauel matbuot anjumanlari har bir treyder kuzatishi shart bo'lgan voqealar hisoblanadi. Bu kutilmagan oshirish bo'ladimi yoki Pauel tomonidan ogohlantiruvchi bir qanaqadir jumla bo'ladimi? Bozor kayfiyati bir necha daqiqa ichida buqa bayramidan ayiq qirg'inigacha aylanib ketishi mumkin. Investing.com saytidagi ikkinchi eng muhim xabarlardan bittasi so'nggi yillarda ko'p marta eshitayotgan so'zlarimizdan biri inflyatsiya hisoblanadi. CPI, ya'ni iste'mol narxlari indeksi va Core CPI, ya'ni oziq-ovqat va energiyani hisobga olmagan ko'rsatkich, bular bozorlar uchun asosiy harakatlantiruvchi kuch bo'lib, bu raqamni Federal rezerv qanaqa qaror qabul qilishi mumkinligini to'g'ridan-to'g'ri belgilab beradi. Albatta, Fedda o'zi PCE, ya'ni shaxsiy iste'mol sarflari indikatorini ko'proq kuzatadi, lekin Wall Streetda hamma treyderlar CPI e'lon qilinadigan kun tong soat 8:30 da ekranga yopishib oladi. Futures bozori hattoki soniyalarda titrashni boshlaydi. Xo'sh, bu xabar nega bozorga ta'sir qiladi? Yuqori inflyatsiya aholining xarid qobiliyatini yemiradi. Kompaniyalarning foydasi birmuncha pasayadi. Bu holatda Fed stavkani oshiradi. Bu esa aksiyalar va obligatsiyalar uchun yomon xabar degani. Aksincha, past yoki pasayayotgan inflyatsiya iqtisodiyotni ko'p tormozlash shart emas degani. Bu esa aksiyalar uchun ijobiy signal degani. To'g'ri, bu ko'rsatkich ta'siri ham bozor joriy holatiga bog'liq, lekin prognozlardan keskin farq qiladigan bo'lsa, bozor keskin reaksiya qiladi. Tarixda inflyatsiya ko'rsatkichlari bozor qarorlariga ta'sir qilgan. Keling, yana o'sha mudhish 2022-yilga qaytamiz. O'sha yil 13-sentyabr kuni avgust oyi CPI ko'rsatkichlari kutilgandan ancha yuqorida chiqdi va natijada inflyatsiya pasaymayapti degan xavotir bozorga kuchli zarba berdi. S&P 500 4.3% ga, Nasdaq esa 5% dan ko'proqqa tushdi. Bu pandemiyadan beri eng yomon kun bo'ldi. Hamma sektor qizilga bo'yaldi, chunki bu raqamlar Fed hali qattiq siyosatini davom ettiradi degan signalga. Eng qizig'i, o'sha yili keyinroq 10-noyabr kuni oktyabr oyi uchun CPI ko'rsatkichlari nihoyat kutilgandan ko'ra pastroq chiqdi. Xo'sh, bozorlar bunga qanaqa reaksiya berdi? Albatta o'sish bilan.
S&P 500 5,5%ga, Nasdaq esa 7%dan ko'proq ko'tarildi. Bu oxirgi 2 yillikdagi eng katta o'sish edi. CPI ni past chiqishi inflyatsiyani yomon davri ortda qolgan bo'lishi mumkin degan umid uyg'otdi va Fed endi stavkalarni agressiv oshirishni to'xtatadi degan signalni berdi. Xulosa qilib aytganda, inflyatsiya hisobotlari bu iqtisodiyotni baholash varaqasi. Bozor kayfiyati esa aynan shu baholarga qarab keskin qanaqadir reaksiya ko'rsatishi mumkin. 2022-yilda har bir CPI hisoboti katta voqea bo'ldi. Eng yomon kunni ham, eng yaxshi kunni ham aynan CPI raqamlari keltirib chiqardi. Shuning uchun har bir investor CPI va PCE chiqqan sanalarni juda ham yaxshi bilib olishi shart. Bozorlar uchun yana bir eng muhim indikatorlardan bittasi bu mehnat bozori va ish o'rinlarining statistikasi. Va bu yo'nalishdagi eng katta hisobot bu non-farm payroll yoki bo'lmasa qisqacha qilib aytganda NFP hisoblanadi. Bu ko'rsatkichlar har oyi birinchi jumasida chiqadi va AQShda qancha yangi ish o'rni yaratilgan yoki yo'qotilganligini, ishsizlik darajasi necha foizda bo'lganligini ko'rsatib beradi. Nega bu ko'rsatkich bizga muhim? Chunki mehnat bozorining kuchli yoki zaifligi Federal rezerv qarorlariga bevosita ta'sir qiladi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy o'sish, foiz stavkalari va aksiyalar bozorining ham harakatlariga bevosita bog'liq bo'ladi. O'zi umuman olganda kuchli bandlik bu yaxshi xabar. Ko'proq odamlar ishlasa, ular ko'proq sarflashadi va bu iqtisodiyot uchun ijobiy manzara. Ishsizlikning o'sishi esa aksincha yomon xabar hisoblanadi. Ammo 2022-yil, 23-yilda yuqori inflyatsiya davrida juda kuchli bandlik statistikasi treyderlarni bir muncha bezovta qilgan. Chunki Federal rezerv iqtisodiyotni sovutish uchun foiz stavkalarini oshirishga majbur bo'ladi. Bu esa yuqorida aytganimdek aktivlarning qiymati tushishiga sabab bo'ladi. Shu sababli ayrim holatlarda yaxshi yangilik yomon tarzda talqin qilinadi. Masalan, kuchli bandlik bu bozor tushishiga ishora, aksincha zaif bandlik esa Federal rezerv stavkalarni to'xtatadi degan umid uyg'otadi va bozor bir muncha ko'tarilishi mumkin. Keling, shu bo'yicha real keysni ko'rib chiqamiz. 2023-yil yanvar oyida ishsizlik raporti e'lon qilindi. Iqtisodchilarning taxmini bo'yicha 185 mingta yangi ish o'rni ochilishi kerak edi. Lekin aslida 517 mingta yangi ish o'rni ochildi va natijada ishsizlik darajasi 1969-yildan beri eng pastki ko'rsatkichga, ya'ni 3,4% ga yetdi. Ko'rinishdan bu ijobiy xabar, to'g'rimi? Lekin bunga bozor negativ reaksiya berdi. Chunki inflyatsiya hali Federal rezerv ko'zlagan foizgacha tushmagan edi va bunga qarshi kurash uchun Federal rezerv stavkalarni yana va yana oshiradi degan qo'rquv bor edi. Bu ko'p takrorlanadigan klassik ssenariy. Chunki bozorlar hozirda Federal rezervi siyosati bilan birgalikda yashaydi. Agar kuchli bandlik bo'ladigan bo'lsa, ularni stavka oshirishdan boshqa yo'li qolmaydi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, mehnat bozoriga oid har bir hisobot, ayniqsa NFP ishsizlik ko'rsatkichlari bozorda burilish yasashi mumkin. Agar siz treyder yoki investor bo'lsangiz, albatta bu sanalarni kalendaringizga belgilab qo'ying. Navbatdagi muhim hisobot bu GDP, ya'ni o'zbekcha aytganda yalpi ichki mahsulot va bu har bir chorakda bozor ishtirokchilari uchun taqdim etiladi. GDPga qarab biz iqtisodiyotda umumiy holatini, u o'syaptimi yoki yo'qmi degan savolga javob beramiz. To'g'ri, GDP orqaga qaragan indikator, ya'ni u o'tgan chorakdagi ko'rsatkichlarni belgilab beradi. Lekin bu bozorlar uchun ahamiyatsiz degani emas. Ayniqsa agar kutilmagan natija chiqsa yoki bo'lmasa qanaqadir tanqidiy o'zgarishlarni tasdiqlaydigan bo'lsa, bozor bunga sezilarli darajada reaksiya bildiradi. GDP nima uchun muhim? Chunki u kompaniyalarning daromadi, iste'molchilarning sarfi va umumiy iqtisodiyot holati haqida aniq tasavvur beradi. Lekin ko'pincha bozorlar bunaqa tendensiyalarni oldindan seza oladi. Masalan, oldingi oylar davomida zaif ma'lumotlar chiqqan bo'lsa, salbiy GDP natijasi allaqachon bozorga singib bo'lgan bo'ladi. GDPni bozorga ta'sir qilishini keling real holat bilan ko'rib chiqamiz. 2022-yil birinchi va ikkinchi choraklarda AQSh GDPsi salbiy chiqdi va bu odatiy qoidaga ko'ra texnik resessiya hisoblanadi. Qiziq tomoni, ikkinchi chorak GDP chiqqan payti aksiyalar narxi ko'tarildi. Chunki iqtisodchilar resessiya bo'lsa, Fed stavkani oshirishini to'xtatadi degan taxminda bo'ladi. Lekin Jerom Paul AQSh hozirda resessiyada emasligini, mehnat bozori hali ham kuchliligiga shama qildi. GDPni past chiqqani bu salbiy faktorlardan faqat bittasi edi. Bozor allaqachon yomon ssenariyni hisobga olib bo'lgan edi. 2023-yil 3-chorakida GDP yillik hisobda 4,9% ga o'sdi va bu oxirgi 2 yildagi eng yuqori ko'rsatkich edi. Lekin bozor buni ehtiyotkorona tarzda qarshi oldi. Chunki bu Federal rezervi yana hawkish siyosat olib borish mumkinligini anglatardi. Natijada dollar kursi ko'tarildi. Aksiyalar biroz pasaydi va eng qizig'i obligatsiyalar daromadligi biroz tushdi. Chunki GDP ichidagi inflyatsiya raqamlari biroz yumshagan edi. 2022-yildan 24-yillar oralig'ida e'lon qilingan GDP, ya'ni yalpi ichki mahsulot bo'yicha hisobotni biz resessiyadamizmi yoki yo'qmi degan katta savolga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatdi. Bozorlar har doim oldinga qaraydi. Odatda ular 6 oy, hattoki 12 oy ilgaridan harakatlana boshlaydi. Shuning uchun 2022-yil boshida hali GDP salbiy chiqmasdan oldin aksiyalar allaqachon tushishni boshlagan edi. Sababi juda ham oddiy. Investorlar Federal rezervi foiz stavkalarini oshirilishi iqtisodiyotga zarar yetkazishini oldindan kutgan edi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Ikkita ketma-ket chorakda GDP salbiy chiqdi. Birinchi chorakda -1,6% va ikkinchisida 0,6%. Bu texnik jihatdan aytganimizdek resessiya degani. Lekin shu vaqtda bozorlar allaqachon pastliklarni ko'rib bo'lgan edi. Narxlar bir muncha pasaygan, riskli aktivlar esa sotilgan edi. Bozor bu zarbalarni oldindan hisobga olgan edi. Ammo 2023-yilga kelib manzara butunlay o'zgara boshladi. GDP ijobiy chiqishda davom etdi. Hattoki
undan ham kuchliroq bo'ldi. Masalan, 2022-yilning 4-chorakida GDP qariyb 3% gacha o'sdi. 2023-yilning 1-choragida esa bu ko'rsatkich 2% atrofida bo'ldi. Bu esa shuni anglatardi. Kompaniyalar daromad hali ham oshyapti. Iqtisodiyot esa to'liq tushib ketgani yo'q. Natijada bozorlar sekin-astalik bilan tiklana boshladi. Ayniqsa 2022-yil oktyabr oyidan keyin eng pastki nuqtadan so'ng aksiyalar keskin o'sishni boshladi. Investorlarning shunaqa fikr paydo bo'ldi. Ehtimol biz retsessiyadan o'tib bo'lgandirmiz va rostdan ham shunaqa bo'ldi. Lekin professional investorlar faqat GDPni umumiy sarlavhasiga emas, balki uni ichki tafsilotlariga ham qarashadi. Masalan, GDP nega o'sgani ular uchun juda ham muhim. Agar o'sish faqat davlat xarajatlari yoki bo'lmasa ombor zaxiralari hisobiga bo'lsa, bu bozorni unchalik quvontirmaydi. Agar o'sish aynan iste'molchi xarajatlari, ya'ni odamlar ko'proq pul sarf qilayotgani evaziga bo'lsa, bu bozor uchun juda yaxshi signal bo'lishi mumkin. Bu sizlar ko'rayotgan o'zaro teskari talqinlar, ya'ni yaxshi yengili yomon bo'lishi yoki yomon yengili yaxshi talqin qilinishi bozorda juda ham odatiy hol. Va aynan shuning uchun ham investor sifatida siz tendensiyalarni kuzatib borishingiz kerak. Shuning uchun har bir chorakda e'lon qilinadigan GDP hisoboti shunchaki statistik raqam sifatida qabul qilmang. Bu sizni butun makro qarashlaringizni yengillab beradigan vosita. O'zingizga doim savol bering. Iqtisodiyot qizyaptimi yoki sovyaptimi? Chunki bozorda muvaffaqiyat faqat grafiklar emas, balki kontekstni tushunishda bo'ladi. Hammasi ish o'rinlari va GDP bilan tugab qolmaydi. Ba'zan eng katta bozor silkinishlarini raqamlar emas, balki so'rovnomalar keltirib chiqaradi. AQSh iqtisodiyotida har oyda e'lon qilinadigan juda ham muhim ikkita so'rovnoma bor. Ularning birinchisi ISM Manufacturing PMI va ikkinchisi ISM Services PMI. Ular AQSh ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sektoridagi iqtisodiy faollikni o'lchaydi. Agar indeks 50 dan yuqori bo'lsa, o'sish, agar past bo'lsa, qisqarish degani va aynan shu o'zgarishlarni bozor tebratadi. Misol uchun 2022-yil dekabr oyida xizmatlar sektori, ya'ni PMI kutilmaganda 49.6 ga tushdi va pandemiyadan beri birinchi marta bunaqa tushish bo'ldi. Bozor buni nihoyat Federal rezerv stavkalarni oshirishi inflyatsiyani sovityapti deb qabul qildi. Natijada 10 yillik obligatsiyalarning daromadligi tushdi va texnologik aksiyalar, kriptovalyutalar esa ko'tarildi. Ya'ni yomon iqtisodiy xabar bozor uchun yaxshi reaksiya, chunki Federal rezerv endi ehtimol yumshoqroq siyosat yuritishni boshlaydi. Xuddi shu davrda ishlab chiqarish sektori PMI ham pasayib bordi. 2023-yil may oyiga kelib, ketma-ket 7 oy davomida 50 dan pastda bo'ldi. Bu 2008-2009-yil moliyaviy inqirozdan beri eng uzun qisqarish bo'ldi. Agar PMI hisobotlari xizmat ko'rsatish sektorida kuchli bo'ladigan bo'lsa, banklar, chakana savdo, hatto moliyaviy sektorlar ham ko'tariladi. Chunki bunda iqtisodiyot harakatda degani. Ammo agar xizmatlar sektori pasayadigan bo'lsa, aksincha Fed stavkasini pasaytirishi mumkin degan umid kuchayadi. Bu esa obligatsiyalar, texnologik aksiyalarga ijobiy ta'sir qiladi. Forexda savdo qiluvchi valyuta treyderlari ham PMI ga diqqat bilan qaraydi. Masalan, agar AQSh xizmatlari PMI Yevropalikdan kuchliroq chiqadigan bo'lsa, dollar boshqa valyutalarga nisbatan mustahkamlanadi. Va yana bir treyderlar uchun ahamiyatsiz bo'lmagan xabarlardan bittasi, kompaniyalar uchun har chorakda chiqariladigan korporativ daromadlar mavsumi. Har chorakda boshlanadigan daromadlar mavsumi, ayniqsa Big Tech va yirik banklar uchun o'ziga xos attraksion desa ham bo'ladi. Bu hisobotlar faqatgina bitta kompaniyaga tegishli bo'lsa ham, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia kabi gigantlar butun bozorni o'zini orqasidan sudrab ketishi mumkin. Masalan, 2022-yil fevral oyida Meta, ya'ni avvalgi Facebook kompaniyasi yomon hisobot berdi. Foydalanuvchilar soni kamayib ketgan, daromad prognozi bir muncha pasaygan edi. Ertasi kuni atigi bir kun ichida kompaniya 26% gacha tushib ketdi va bir kunning o'zida 200 milliard dollarlik bozor qiymatini yo'qotdi. Bu o'sha paytdagi tarixdagi eng yirik yo'qotish bo'lgan. Faqat Meta kompaniyasi emas, Nasdaqqa o'zi ham aynan shu xabar bilan qulab tushdi. Bu shuni ko'rsatadiki, siz Meta aksiyasini sotib olgan bo'lsangiz ham, indekslar orqali sizni portfelingiz zarar ko'rishi mumkin edi. Xuddi shuni teskarisi 2023-yil may oyida Nvidia kompaniyasi bilan bo'ldi. Nvidia kompaniyasi o'zini prognozlarida 50% dan yuqori savdo kutayotganini e'lon qildi. Natijada atigi bir kunning o'zida uning aksiyasi 24% ga oshib ketdi va 200 milliard dollarlik bozor qiymati qo'shildi. Bu esa texnologiya sektori butunlay ko'tarib yubordi. Nasdaq o'sdi, AI bilan bog'liq kompaniyalar ralli qildi. Banklar ham bozor uchun yaxshigina signal vazifasini bajaradi. O'zi aynan banklar bu mavsumni boshlab beradi. Masalan, 2023-yil aprelida JP Morgan rekord darajadagi foyda haqida xabar berdi. Yuqori foiz stavkalari ularga foyda keltirdi va bankka bo'ladigan omonatlar oqimi oshdi. JP Morgan aksiyalari 7.6% ga oshdi. Bu esa boshqa banklarning ham narxlarini ko'tarib yubordi. Bunda investorlar tahlili shuni ko'rsatdiki, demak, moliyaviy tizim ham sog'lom va hech qanaqa inqiroz yo'q. Va bu o'z navbatida boshqa sohadagi aksiyalar narxiga ham ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Agar siz investor yoki trader bo'ladigan bo'lsangiz, korporativ daromadlar mavsumi sizni kalendaringizdagi eng muhim haftalardan bittasi bo'lishi kerak. To'g'ri, sizda Apple aksiyasi bo'lmasligi mumkin, lekin Apple hisobotlari siz egalik qilayotgan indeks fondlariga, aksiyalariga bevosita ta'sir qiladi. Ayniqsa bir nechta gigant kompaniyalar birdaniga bitta yo'nalishni boshqa tomonga yo'naltirib yuborsa, bozor ham o'sha tomonga ketib qolishi mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, yirik iqtisodiy yangiliklar bizni savdo qiladigan bozorning ajralmas qismi hisoblanadi. Bitta narsa aniq.
Siz bunaqa voqealarga tayyor bo'lishingiz bozordagi muvaffaqiyatingizni asosiy kaliti desa ham bo'ladi. Xo'sh, bularga qanaqa tayyorgarlik ko'rish kerak? Kelinglar buni ketma-ket ko'rib chiqamiz. Birinchidan, o'zingizni kalendaringizni tuzib oling. Har oyi 10 va 13 sanalar atrofida CPI, birinchi juma kuni ish o'rinlari hisobotlari, oy oxirida GDP va shon so'rovlari bo'ladi. Federal rezerv yig'ilishlari esa alohida e'tibor talab qiladi. Va eng muhimi, bozordan nima kutayotganingizni bilib oling. Chunki narxlar ko'pincha natijani o'ziga emas, kutilgan va real natija o'rtasidagi farqqa reaksiya bildiradi. Masalan, agar bozor 0,3% CPI kutayotgan bo'lsa, lekin natija 0,6% chiqadigan bo'lsa, katta silkinishlarga tayyor turing. Ikkinchidan, avvaldan rejani tuzing. Bu savdoga kirishmi, chiqishmi, yomon natijaga hedjingmi, barchasi yengil chiqmasdan oldin belgilanishi kerak. Agar bozor sizga qarshi harakat qiladigan bo'lsa, stop loss qo'yganmisiz? Hedjing bormi yoki shunchaki chetda kutib turasizmi? Yodingizda bo'lsin, eng yaxshi savdo ba'zida umuman savdo qilmaslik bo'lishi mumkin. Uchinchidan, doimiy ravishda kontekstga qarang. Agar CPI yaxshi chiqqan bo'lsa, oldingi raqamlar yomon bo'ladigan bo'lsa, bozorni unchalik cho'chitmasligi mumkin. Ammo agar bu ketma-ket 3 yoki 4-marta o'sish bo'ladigan bo'lsa, bu butun boshli trendni o'zgartiraveradi. Yoki bo'lmasa bitta zaif ish o'rni hisobotiga haddan tashqari reaksiya qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Federal rezerv srazu o'zini qarorlarini o'zgartirmaydi. To'rtinchidan, bozorning ilk reaksiyasiga hech qachon ishonmang. Ko'pincha doim shunaqa bo'ladi. Qanaqadir yengillik chiqadi, aksiyalar ko'tarilishni boshlaydi, lekin Powell mikrofonga chiqadi, bozor butunlay to'ntarilib ketadi. 2022-yil noyabr oyidagi Federal rezerv yig'ilishini eslang. Shuning uchun ozgina o'zingizga vaqt bering. Haqiqiy trend qayerdaligini aniqlab oling. 5-dan, manbalarni diversifikatsiya qiling. Twitterda giperinflyatsiya boshlanyapti yoki bo'lmasa Federal rezerv hech qachon stavkani ko'tarmaydi degan sarlavhalar tez uchib ketishi mumkin. Siz har doim xotirjam bo'lishga harakat qiling. Economist, Wall Street, Bloomberg kabi ishonchli manbalarni o'qing. Inflyatsiya nega yuqori chiqdi? Gap benzin narxi, ijara yoki oziq-ovqatdami? Shularni tahlil qilgan investor shunchaki sarlavhalarni o'ziga qaramasdan ratsional qaror qabul qilishga harakat qiladi. 6-dan, tarixiy patternlarni o'rganing. 2022-yil va 2024-yillar o'rtasida CPI hisobotlari katta o'zgarishlarga olib keldi. Demak, keyingisi ham ehtimol yuqori volatillik bilan kechadi. Yoki bo'lmasa Jerome Powell odatda bayonotdan keyin 30 daqiqa ichida noaniq narsalarni sekin-astalik bilan aniqlashtirishni boshlaydi. Demak, to'g'ridan-to'g'ri bayonot chiqqan zahoti savdo qilmaslik to'g'riroq qaror bo'lishi mumkin. Va nihoyat, agar xato qilsamchi degan savolni doimiy ravishda o'zingizga bering. Har bir savdoda ehtimoliy qarama-qarshi ssenariyga doim tayyor turing. Va nihoyat, agar xato qilsamchi degan savolni har doim o'zingizga bering. Har bir savdoda ehtimoliy qarama-qarshi ssenariyga tayyor bo'ling. Agar siz dovish Fed kutayotgan bo'lsangiz, ammo ular hali ham qattiq pozitsiyada bo'lsa, himoya borligiga ishonch hosil qiling. Xulosa shuki, bozor yengilliklarga chaqqonlik bilan reaksiya qiladi. Sizning vazifangiz shunchaki reaksiya qilmasdan, balki oldindan puxta reja bilan savdoga kirish hisoblanadi. Agar shularga amal qiladigan bo'lsangiz, FOMC bayonoti, CPI hisobotlari, ish o'rinlari haftasi siz uchun xavf emas, balki imkoniyatga aylanishi mumkin. Video davomida sizlar bilan bozorga ta'sir qiladigan eng kuchli makroiqtisodiy xabarlarni tahlil qilib chiqdik. Sizning fikringizcha yana qanaqa xabarlar bozorni butunlay chayqatib yuborishi mumkin? O'zingizlarning fikrlarini kommentariyada yozib qoldiringlar.